Telegram o'rnatishni, internet Telegram o'rnatilmayotgan bo'lsangiz, bu video darslik sizlar uchun qayerdan yuklanadi, ko'proq qaysini tavsiya qilaman, sizga aytib o'tib ketaman. Agar videomizni oxirigacha kuzatsangiz, bitta agar videomiz yo'qsa, bitta reaksiya, yurakchami yoki zo'r belgi stikerimi deb qoldirib qo'yasiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, unda videomizni boshlaymiz. Qani ketdik. Ko'proq bizga mana shu sayt kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki bu hammasidan zo'r sayt mana shu bo'ladi. Microsoft bu saytlarni ham skachat qilib olishingiz mumkin. Lekin boshqalar uchun mana shu Chrome yaxshi. Lekin mana Telegramni mana shu eng Telegram original o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana shu xavfsizroq. Boshqasidan buni siz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana Telegram bu yoqqa o'zbek lotin tili, bu yoqqa kirillcha. Nimaga? Chunki bu yoqqa ruschalab yozsangiz tezroq chiqadi. Agar o'zbekcha yozsangiz uncha emas. Ko'rib turganingizdek, mana birinchi saytga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin mana Telegram Daily Windows X64 u 64 razmerda bo'ladi. Shuni bosasiz, yuklanadi. Yuklangandan keyin qayerga o'tadi? Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman sizga hozir. Mana ko'rib turganingizdek, meni rasm, video, musiqalarim ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana ko'rib turganingizdek, mana Telegram. Buni men oldindan skachat qilib robot ustoligimni qo'yib qo'yibman. Prosta sizga foydali bo'lish uchun, kerak bo'lib qolish uchun videomni olyapman. Yana mendan xafa bo'lib, ana qilib yurmaysizlar. Prosta ko'rsatyapman sizlarga. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunda bosib turib, robot ustoga chiqarib turib, xohlang kod o'tgan, xohlang telefon raqamingizni kiritib, Telegramimizga kodga kiritganingizdan keyin Telegramimizga kodga o'shani tasdiqlab, o'sha orqali ulanib olsangiz bo'ladi. Telegramimizni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Agar videomiz qiziq bo'larkan bo'lsa, profilim ostiga havola qo'yib qo'yibman. Bemalol Telegram kanalimga kirib, xohlang, men hech kimni majburlamayman. Xohlang obuna bo'lib qo'ying, xohlang obuna bo'lib qolmang. Obuna bo'ling. Agar kanalimiz qiziq bo'larkan bo'lsa, bitta obuna bo'lib qo'ysangiz, men sizga ko'proq obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Chunki nimaga? Chunki kanalim kerakli mana shunaqa Telegram, notebookga parol qo'yish, mana shunaqa Telegram skachat qilish, Telegram o'chib ketgan uni ham qayta ana shularni ham endi Telegram qayta yuklab, qayta ochib olishingiz mumkin. Keyin parol qo'yish, mana shunaqa YouTube agar videomiz yoqqan bo'lsa, keyingi video darsligimizda YouTube skachat qilishni o'rganamiz. Fica de quatro, rebola gostoso e chama ele de safado.